Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Kanta maqsadimiz esalga mana bu ko'rinishda hozirlarimiz obzorini to'liq qilib beramiz. Ko'p tomoshabinlarimiz tomonidan savol tushyapti. Qo'shqori qanday ko'rinishda bo'ladi? Qo'shqori mana bu ko'rinishda bo'ladi. 6-6si 4 ta bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu klientimiz tomonidan zakaz qilishgan, ichiga to'sin tushuydan qilib, orasini 15 sm ochib berganmiz. Qo'shqori to'sin ichiga tiqiladi. To'sinda orasi har 70 sentdan tullab berdik. 1 metrini 380 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bitta chokli. Yo'q, chok bo'lmasini tepasida bir dona deydigan bo'lsangiz aka, 400 ming so'mga tayyorlab beramiz. Mana bu ko'rinishdagi X hollarimiz ham tayyorlab bera olamiz. X 230 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Xudosi 7-8-9 metrgacha bez ustun loy tomi bilan ko'tarib turibdi. Chok degan mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ko'pchilik tushunmayapti. Pasti butun bo'ladi. Tepasida bir dona chok bo'ladi, mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ular chokdan inshaalloh muammo bo'lmaydi, o'zimiz planka qo'yib kontrolga chiqaramiz. Yakkal holi so'ragan insonlar uchun yakkal holamiz sotuvda bor. Bu holimiz ham xudosi Toshkent shahrida tayyorlab beryapmiz. Bezchak 195 ming so'mdan yakkal holatdagisi. Bu oddiy zigzag usulda to'qilyapti, to'sin tepasi tushadi. Konteyner mahsulot 6x6 profildan bo'lgan. Albatta bu yakka hollarimiz aytib o'tganimizdek 7-8-9 metrgacha xudo xolasa loy tomi bilan ko'tarib tura oladi inshaalloh. Bor bo'yga holi so'ragan insonlar uchun bor bo'yga hollarimiz sotuvda bor. 11.70 bo'ladi uzunligi. Bez chok 180 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Bor bo'yga olinsa albatta. Endi bu boshidan bu boshgacha 25, 30, 35, 38 ga qadar o'zgarmaydi. Tayyorlab beraveramiz. 38 ada rasxodimiz ko'paygan sababidan o'zgaradi. Bu 38 ligi, bu esa 30 ligi. Pastda 25 lik va 30 liglari bor. Endi siz aytishingiz mumkin, joyim 8-9 metr. Enini 38 lik emas, 50 sent yo 60 sent qilib bering. Narxi qanaqa bo'ladi deydigan insonlar uchun metri 250 ming so'mdan tayyorlab bera olamiz. Yana biz mana bu ko'rinishda to'rga 4 profillarimiz sotuvda bor. Holatlari chotki, to'rga 4, stenasi 8 lik, uzunligi 2.60 bo'ladi. Bir donasini 48 ming so'm beryapmiz. Xudo xolasa cheklanmagan modada chiqarib bera olamiz. 6ga 4 profillarimiz bor. 6ga 4, 8, eng kamida 2 sena bo'ladi. Bu 2.60. Buni 68 ming so'm beryapmiz. Kapalak so'ragan insonlar uchun kapalaklarimiz sotuvda bor, ko'rishingiz mumkin. Bo'yin uzunligi 2.30 bo'ladi. Buni nima uchun ishlataman degan insonlar uchun mana bu ko'rinishda navigatsiyalarda rekas uchun foydalansangiz bo'laveradi, turli xil maqsadlar uchun. Konteynerimizda barcha turdagi mahsulotlari sotuvda bor. Mana bu ko'rinishda lagerlarimiz sotuvda bor. Ko'pchilik biladi, bilmagan uchun ma'lumot. Bo'yi 2.30 bo'ladi. P shaklida, mana shivel shaklda 308 sena, eng kamida 2.30, bir donasi 85 ming so'm beryapmiz. Bir yoq kichinasi ozon holatdagisi bor. Qon razmerlari bor, 2.30. Buni 80 ming so'm beryapmiz. Qovurg'a lager so'ragan insonlar uchun qovurg'a lagerimiz ham bor, bu 2.30. Bir donasi 90 ming so'm. Shu lagerimizni ham turli xil maqsadlar uchun foydalansangiz bo'laveradi. Lager, to'sin, strapilar qilib. Ustunliklarimiz bor. Bu 2.30. 10ga 15 bo'ladi. Stenkasi 308. Ustunga foydalansa bo'laveradi. O'zimiz ham ustunga foydalanganmiz. 1 metrini 135 ming so'mdan tayyorlab bera olamiz siz aytgan razmeriga. Kanalimizga diqqat qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat.